Lekin bizni kuzatib boruvchi hamyurtlar, mana navbatdagi darvozalarimizni ko'rib bir baho berasizlar. Bir ko'rib bir baho beringlarchi. Yo'qsa bittadan like bosib qo'yasizlar. Kimga shunaqangi sifatli, ishonchli darvoza kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomer qoldiraman. Bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin. Chiroylab ishlaringni bitirib beramiz. Taraf fasonimiz 1.8 dan 2 qavat bo'lgan. Eniga 4 metr, bo'yiga 3.60. Mana afsona fasonimiz bor. Eniga 4 metr, balandligiga 3.70 bo'lgan fasonda. Samarqand fasonimiz ham 3.5 ga 3.5, nalichkasi bilan 4.20 ga, bo'yi 4.20 bo'lgan darvoza. Xo'p, yana bitta taraf fasonimiz, kalitkasi ichida. Xo'p, razmerlariga keladigan bo'lsa, eni 3.5, bo'yi 3.40 bo'lgan razmerda. Mono darvozamiz, reponka darvoza deyiladi. Eniga 3.40, balandligi ham 3.40 bo'lgan. Kimga shunaqangi sifatli darvoza kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomer qoldiraman, bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin. E'tibor uchun rahmat.